Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz musulmon aka-uka, opa-singillar. Alloh taolo bu dunyoni nihoyatda go'zal shaklda yaratgan va tabiiyki inson bu dunyoga mahliyo va muhabbat qo'ygan. Bu dunyo o'zining yolg'on lazzatlari bilan insonni o'ziga jalb etib turadi. Lekin biz unutmasligimiz kerak bo'ladiki, bu hamma narsalar o'tkinchidir, vaqtinchadir. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida bizga bu haqida bayon etgan. Albatta, bu dunyo yam-yashil va chiroyli qilib yaratilgandir va sizlarni Alloh taolo xalifa qilib yaratdi. Bas sizlarni nima qilishlaringizga qaraydi. Dunyodan taqvo qilinglar, ya'ni qo'rqinglar va ogoh bo'linglar. Hadisning mana shu dunyodan qo'rqinglar, ogoh bo'linglar degan joyiga tegishli bir voqeani so'zlab bermoqchimiz. Sanjar navbatdagi ish safaridan qaytib kelganida darhol uyi tomon shoshildi. Chunki bu safari biroz cho'zilgan edi. Sanjarning oilasi shaharda ancha ko'zga ko'ringan oilalardan edi. Mashina deysizmi, pul deysizmi, ular uchun bu narsalar hech gap emas. Uyiga yetib kelgach, xursandchilik bilan kirib ketdi. Lekin xursandchiligi ko'pga cho'zilmadi. Ko'p vaqt ham o'tmay, uning telefoniga kelgan qo'ng'iroqda akasi shifoxonada ekanligi, ayniqsa onkologiya bo'limida ekanligi aytilgan edi. Sanjar yugurganicha o'zini eshik tomon otdi. Akasi Rustam rak kasalligiga chalingan ekan. Sanjar shifoxonaning uzun yo'lagidan yurib kelar ekan, xayollari har tomon ketar edi. Lekin bu qo'rqinch va aralash xayollarini otasining boyligi, hamma narsani sotib olishiga, qurblari yetishi uning ko'nglini to'q tutar edi. Palataning yoniga yetganida amakisining bolasi Islomni uchratdi. Salom alikdan so'ng Sanjar akasining holini so'radi. Islom esa Rustamning ahvoli og'ir, oldingidan juda qattiq o'zgarganligi, hatto kirib uni tanimasligi mumkin ekanini aytdi. Sanjar uning gapini jiddiy qabul qilmadi va Rustamning oldiga kirib ketdi. Xonaga kirganda Islomning akasi Abdullohni ko'rdi. U ham Sanjarni ko'rishi bilanoq aytayotgan gapini to'xtatib, tezda Rustam bilan xayrlashib, xonadan chiqib ketishga harakatlandi. Chunki Sanjar bu aka-ukalarning nasihatlarini xush ko'rmas edi. Sanjar Rustam tomon yuzlandi. Oppoq mato tushalgan karavotda bir odam yotar edi. Yo'q, u ko'zlariga ishongisi kelmasdi. Xuddi Islom aytgandek, uni tanib bo'lmasdi. Chunki 1,5 oy oldin Sanjar ish safariga ketayotganida Rustam juda ham sog', chiroyli va ishchan yigit edi. Odamlar uning kuchini va obro'sini sezinib, yonidan ketgisi kelmas edi. Hozir esa yuzidagi nuri so'ngan, ranglari oqarib, juda achinarli holatda edi. "Qandaysiz akam?" deb xavotirda so'radi. Sanjar uning ko'zlariga qarab, "Ko'rmayapsanmi?" Yumshoqroq qilib aytganda, uncha emas. Aytishlaricha, rak kasalligi bo'lishi mumkin ekan. Bo'lishi mumkin emas, aniq shu kasallik. Bu qanday davolanar ekan? Qachon chiqasiz bu yerdan? Yana so'radi Sanjar. Qachon? Bu faqat Allohga ma'lum. Hali bu yerdan tirik chiqamanmi, yo'qmi, nimalar deyapsiz aka? Sanjar o'z quloqlariga ishonmasdi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Dadamni bilasiz-ku. Siz uchun hech qanaqa pullarini ayamaydi. Tuzalib ketasiz hali. Ukam, bu yerda dadam ham va bizning mol-mulkimiz ham yordam bera olmaydi. Faqatgina Alloh biladi. Uning xohishi bilan shu yerda yotibman va uning xohishi bilangina chiqaman. Sanjar akasi nima haqida aytayotganligini tushunmasdi. To'g'ri, Allohga ishonish kerak, lekin pullar ham ko'p narsani hal qiladi-yu. Shifokorlar nima deyapti aka? Qanday davolar ekan? Mening oyog'imni kesishar ekan, dedi Rustam. Ukasi bu gapni eshitgandan so'ng tanasini butunlay titroq bosgandi. Bu qanaqasi? Uning soppa-sog' akasi nogiron bo'lib qoladimi? Nogiron? U biror nima deyishini ham bilmasdi. Rustam esa yana devor tomon qaradi. Chunki u ko'z yoshlarini ukasiga ko'rsatgisi kelmasdi. Ukasi sekingina tovushda "Qayeridan?" deb so'radi.
tizzadan deya javob berdi akasi. Aka, balki hali hammasi yaxshi bo'lib ketar, xavotir olmang. Bu balki Allohning menga bergan jazosidir. Shuning uchun senga ham aytmoqchiman. Boshingga katta musibatlar kelmagunicha namoz o'qib, Qur'on yodlashni boshlagin. Sanjar akasiga bunaqa mavzudagi gaplarni amakisining bolalari Islom bilan Abdullohni o'rgatganligini bilar edi. Lekin akasiga e'tiroz bildirmadi-da, xayrlashib chiqib ketdi. Sanjar xonadan chiqishi bilanoq bosh shifokorning oldiga kirdi. U shifokorga biroz noroziliklar bildirdi va stol ustiga bir qancha pullarni qo'ydi va akasini tezda davolab operatsiyasiz chiqarishini aytdi. Shifokor pullarni olmadi. Bunday vaziyatda pullar yordam bermasligini, faqatgina yaratgandan umid qilishini aytdi. Sanjar ko'p muammolarni boyligi bilan hal qilib o'rgangani uchun shifokorning gaplari og'ir botdi. U pullarni olib chiqib ketdi. Sanjar endi tushundi akasining kasalligi qanchalik og'ir ekanligini. U qo'lidan hech narsa kelmayotganidan juda ham achchiq g'azabda edi. 2-3 kundan so'ng Rustamga operatsiya qilindi. Sanjar eshikni ochib xonaga kirmoqchi bo'lganda akasining yonida Islom bilan Abdulloh Qur'on tilovat qilib o'tirganini ko'rdi. Keyin kiraman deb o'yladi, ammo uni bir narsa to'xtatdi. Buni payqagan Rustam ishora bilan uni chaqirdi. Sanjar ularning yoniga kelib o'tirdi. Islom Qur'onni chiroyli o'qir edi. بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Uning qiroat qilib o'qiganidan hatto Sanjarning dili ham bahramand oldi va o'zicha o'yladi. Baribir musulmon bo'lganim qanday yaxshi. Bizning dinimiz chiroyli va haqdir. Shu orada Islom Qur'on o'qishni tugatdi. Rahmat senga dedi Rustam Islomga. So'ng Sanjarga qarab, senga ham yoqdimi? Ha, yoqdi deb qisqacha javob berdi ukasi. Mayli, biz boraylik deb xayrlashdi Islom va Abdulloh. Yo'q, sizlar xalaqit bermayapsizlar deb to'xtatmoqchi bo'ldi Rustam. Hali kelamiz deb xayrlashib chiqib ketishdi. Ular ketishganidan so'ng aka-uka uzoq gaplashdi. Sanjar hal ahvol so'rashni boshladi. Operatsiyadan keyin qattiq qiynalmayapsizmi? Yo'q, aytarlikdek qiynalmayapman dedi Rustam. Ruhiy, ma'naviy kayfiyatingizchi? Yana so'radi Sanjar. Operatsiyadan so'ng o'zimni jirkanchli sezindim. Biroq Islom va Abdulloh bilan suhbatdan so'ng biroz yengil tortdim. Ular bu qiyinchilikni menga qanday qabul qilishimni tushuntirishdi va ikkalasining bu diniy mavzudagi suhbati davom etdi. Rustam Sanjarga islom dinini ta'limotlarini, go'zalligini, pokligini aytib tushuntirar edi. Suhbatlari orasida Rustamning xonasida yotgan otaxonning o'g'li kelgandi. Otaxon bolasiga ko'p vasiyatlar tayinlab aytdi. O'g'li esa xo'p bo'ladi dedi va otasiga chiroyli mehrini ko'rsatdi. O'g'lining otasiga degan mehri juda ham kuchli edi. Chinakam musulmon yigitning ko'rinishi edi. Bu holat Sanjarning ko'z oldida bo'lganligidan Rustam xursand bo'lganday bo'ldi. Bu ham ukasiga bir saboq bo'lishi mumkin edi. O'sha payt bosh shifokor kirdi-da hal ahvol so'radi. So'ngra noxush xabar borligini aytdi. Biz sizga 3-4 kun oldin operatsiya qilganimizda kasallik to'xtaydi deb o'ylagandik. Bugungi rentgen natijalari kasallik yana yuqori ko'tarilganini ko'rsatdi. Yana bitta operatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Bu sizga yordam beradi degan niyatdamiz. Bu xabar aka-uka uchun juda ham kutilmagandi. O'lim hukmi singari tegdi. Sanjar o'zini ushlab tura olmadi. G'azablanganicha shifokorning yoqasiga yopishdi. Bu nima deganingiz? Nega mening akamni bunday qiynayapsizlar? Qanaqa shifokorsizlar o'zi, bitta operatsiyani yaxshilab qila olmasangizlar? Rustam uni tinchlantirdi. Shifokor, biz
qo'limizdan kelganini qilyapmiz deb chiqib ketdi. Sanjar akasining yoniga kelib o'tirdi va akasining qo'llarini qattiq ushladi. Shunda Rustam: "Ko'rdingmi ukam, bu yerdan chiqishligim hali noma'lum. Shuning uchun meni yaxshilab tinglab ol", deya bir necha so'zlar aytdi. Keyin esa stoldagi muqaddas Qur'on kitobini olib Sanjarga tutqazdi. "Mana bu kitobni olib uyga borib o'qib o'rganishlikka menga va'da ber", dedi. Sanjar "Xo'p aka", dedi. Shu kuni Sanjar akasining yonida ertalabdan kechgacha bo'lgan edi. Sanjar mashinasiga o'tirib, xayolida Qur'on kitobni uyga borib o'qib o'rganaman deb yon o'rindiqqa qo'ydi. Bu payt Rustam Allohga hamdlar aytishni boshlagan edi. Subhanalloh, subhanalloh. Mashina o'rnidan qo'zg'alishni boshlaganida birdan yorug' chiroq tushib, qattiq zarba bo'ldi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Uni tezda reanimatsiyaga olib ketishdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Sanjar og'ir jarohatlar olganligi tufayli jon berdi. Uning so'nggi so'zi la ilaha illalloh edi. Buni akasi Rustam o'rgatgan edi. Vaqtida qilingan ikkinchi operatsiya va kimyoviy terapiya kurslari sababli rak kasalligi to'xtatildi. Bir oydan so'ng Rustamni shifoxonadan chiqarishdi. Taqdir Allohning huzurida g'oyib ilmlardandir. Alloh taolo bu ilmni insonlardan bekitgandir. Har bir kunimiz biz uchun g'animat. Bugun bormiz, erta kunga ishonch yo'q. Alloh bergan bu umrni, bu vaqtni qadrini bilaylik. Ibodatdan yuz o'girmaylik. Allohning rahmatidan benasib qolmaylik. Qiyomatda Allohning azobidan najot topib, jannat egalaridan bo'laylik. Amin. Valhamdulillahi robbil alamin. Cennet, cennet, temennim bu senden. Dünya fani yalan, sensin baki kalan. Cennet.